Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilarimiz. Mana bugun biz yana navbatdagi oldaymo romlarimizni uстановкаларni tugatib bo'ldik. Bu ishimizni Andijon viloyati Buloqboshi tumani Kalmahalla qishlog'iga o'rnatdik. Bu xonadonimizni tereskasining uzunligi 5 metr. Ikkita ustunda oraligi mana 2,5 metrdan joylashtirilgan. Romimiz oraligiga mana bir dona ochilish, romimiz bo'ylari 2 metr. Eshigimiz oraligiga mana o'rtasiga 1,20 lik eshik, yaniga bakoy joyladik. Bu ishimizni Akfa'ni originaldan mana zolotoy dupidan tayyorlab berdik. Xudo xolasa juda ham chiroyli holatda. Choylari ham go'zal holatda keltirildi. Bu ishimizda remont ishlari davom etayotgan, shu hisobiga ustida plekslarni shilmadik. Undan keyin egasi shilib yuboradigan bo'ldi. Eshiklarimiz zamonlariga keladigan bo'lsak, mana eshiklarimiz ham zamonlari original, ochilib yopishlari, ligirovkalari go'zal holatda. Bu ishimizning ichki tomonlari ham mana ko'rsatib o'taman. Ichiga podokonnliklarni qo'yib, hamma yo'g'ini chiroyli qilib qo'ydik. Mana ishimizning zazorlari ham xudo xolasa mana juda ham chiroyli holatda keldi. Penallarni ham chiroyli qilib qo'yib qo'ydik. Romimizning ruchkalari ham mana original holatda, ochilib yopilishlari ham yengil. Podokonnliklarni ham mana chiroyli qilib joylab, ustunda oldinlarni ham bezchak holatda joylashtirib berdik. Bu ishimizning narxlariga keladigan bo'lsak, qadrli kuzatuvchilar, bu ishimizning общий narxi 7 million so'mga olib kelib o'rnatib berdik. Zolotoy dub, yodiviy bir qavat oyna, podokonnliklar bilan dastlabki xizmati hamma yo'q ichida. Kanalda yangilar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bizning telefon raqamlarimiz 90lik 545 8801. Xudo xolasa hali oldinda yangiliklarimiz juda ham ko'p. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.